وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم hürmetli görürmenler. Programımızın nöbetdeki bölümüde Apu qulunlar ve köçürünler degan ayet hakkında toxtalımız. Bu temini tanışımızdaki sebep günümüzde nurgulluğun qarindaşlarımızın oturusida muşunda birbirini köçürmeslik, afu qilmaslik, adavet, urug' tuqqanlikni kesib tashlash, do'st qarindoshlikni kesib tashlash ahvollari ait eg'irlashyapti. Haqiqatan bu Qur'oni Karimninki ruhi xilop. Qur'oni Karim bizni bir odamiylikni o'rgatish uchun tushgan kitob. Odamiylikninki eng go'zal tarafi kechirim qilish, bir-birimizni afu qilish bilan insonning odamiygarchiligi en yuqori pallaga yetadi. Biz o'tgan darslerimizde o'zaro kuyinish, shunga o'xshash boshqalarning manfaatini o'zimizning manfaatimiz ustun ko'rish qatorliq odamiygarchilikninki namoyandalarini tunishib o'tgan edik. Bugun ham shu bir-birimizni afu qilib, kechirim qilish, yashashni aloqador bir qancha oyatlar ustida to'xtalamiz. Chunki bu hayot bir-birimizni kechirim qilish, afu qilish bilan go'zal bo'ladi. Bir-birimizin küçürmege vaktimizde, afu qilmaga vaktimizde nurgulluğun yaxşılıklarının yolları üzülüdü. Hem de bazı qarindaşlarımız yok olan bir işler bilen bizning 30-40 yıllık qarindaşlıkını üzüyütüp algan, urug' tuqqanlikni üzüyütüp algan, aka-inelik münasebetini üzüyütüp algan muşunda ahvallar bek egirleşip ketdi. Bulupmuş iqtisadi muamelalarda bir-birlerinden çıkışanmaslık bilen bütün o'zaro shunda ko'chirmaslik, afu qilmaslik bu oila ichida ko'rinyapti, jamiyatda ko'rinyapti, idora jamiyatda ko'rinyapti. Hatto ba'zi qarindoshlar yuqorida deganimizdek necha yillik bir Allohdagi qarindosh turib, bir ikki eg'iz gapning xatolik bilan oyatda ko'chirga unmaydigan, afu qilga unmaydigan shunda ishlarni ko'ryapmiz. Bu albatta bugungi kun tartibimizdagi masala. Bu ishlarni isloh qilmay turib, bu illatlarni o'zimiz tuzatmay turib biz Allah'ın rahmetiga erişemeyiz. Allah Teala Sur Bakar'ın 109. ayetinde وَعَفُوا وَاسْبُحْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٌ deydi. Bu ayetin tercümesi afu qilinglar, köçürünglar, hatta Allah'ın emri kelgan kadar deydi. Hakikaten Allah her işe kadir. Bu asli bu ayet-i kerim Yahudilerinin, şu Müslümanlarınki hasad qilib Müslümanlarning kafir bo'lishini arzu qilib ketganligini Yahudilarninki. Yahudi Müslümanlar shunda hasad qilishgan, o'chmanlik qilishganligini tanqidlab, Müslümanlarga oxinda o'chmanlik qilgan, hasad qilgan Yahudilarni ma'lum vaqt bo'lsin ko'chaga turinglar deb Alloh taolo Müslümanlarni afu qilish, ko'chirim qilishga buyurgan. Albatta Müslümanni ko'chirim qilishga taxam haqliq. Biz bu babda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki acayip güzel ölgü boğallığını görürüz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi oğa vaxtısında bütün üzünki etrafdaki kişilerini hemesini afu qilib etdi, qisas ilişqa, intiqam ilişqa qadiri turuqluq. Peygamber sallallahu Mekke fethi oğan günü men sizlarga faqat Yusuf aleyhisselam o'zining qarindoshlig'i degan gapni deyman. Bugun yani sizlarga qarşılık yo'q. Hammanglar inşallah bunun için Müslüman olup yaxshi odam bo'lib o'ssanglar biz bir-birimiz bilan ko'chirim qilib, afu qilib yashaymiz degan Peygamber sallallohu bir so'zlari bor. Hazreti Yusuf alayhisolamning qissasi hammalarga ma'lum bo'lsa kerak. Yusuf alayhisolamningki Sura Yusufda nurg'ulgan bizga darslar bor, nurg'ulgan o'rnaklar bor. Shuning birisi mana Yusuf alayhisolamningki odamiygarchilikning ne kadar yuqorligi. Yusuf alayhisolamning o'z qarindoshlari Yusuf alayhisolamni quduqqa tashlab öldürüş niyet qilib, hatta keyin quduqdan yo'lovchilik topib olgandan keyin uni qul qilib setib etgan qislarni ko'ramiz. Yusuf alayhisolam oxirida mana o'zining qarindoshlarini Alloh rizosi uchun ko'chirib etganligi qissasi Qur'oni Karimda so'zlanadi. Bu Yusuf alayhisolamning qarindoshlarining Yusufga qilganiga qaraganda
bizning qarindoshlarımızın atrofdagilarning bir-birimizning ko'nglimizning chekkanligi nadi? Bu dunyoda men seni ko'chirmayman, afv qilmayman degichlik yo'q. Şunu biz bu dünyada birbirimizni afv qilib, ko'chirib qilib yashasak, bu dunyoninki huzurini, izzatini ko'ramiz. Hem bu imanning taqozosi. Ayşem radhiyallohu anha anamizdan Ayşem radhiyallohu anha anamiz Peygamber İslam'dan so'raydi Uhud kunidan keyin. Ya Rasululloh, sizlarga shu Uhuddanmi qattiqroq bir kun boshlarga kelganmi? Uhud kunida musulmonlarning bo'lib Rasulullohning bashariga qadar qattiq kundan kelganligi nurg'ulgan qarindoshlarimizga ayon. Peygamber Aleyhisselam turib ketib, buningdan og'ir kun kelgan deb Peygamber Aleyhisselam bir qismini so'zlab berdi. Davetni uch qashqar davet o'tgandan keyin Makkaning atrofidagi mushriklar Rasulullahga qarshilik dushmanlik kuchayib ketdi. Peygamber Aleyhisselam Taifga chiqib bir qancha shu yerdagi qabilalarga shu yerni panolik tilashga ko'rinib panolik tilashga o'rinib baqdi. Shunda Peygamber Aleyhisselamning o tilgan maqsadi u yerda hal bo'lmadi. Rasulullohga qayg'urib xafa holatga kelayotganda bir farishta kelib Peygamber Aleyhisselamga salom berdi. Men bo'lsam Alloh tarafidan avatilgan farishta senin kavminin sana ninde cevap vergenlikini Rabbin anladı, perişte hem biz anladık. Eğer buyursan, sen eziyet kıygan, senin bu tileklerine adakın orundurmağın şu müşriklerin üstüge biz tağını kömtürüyü değil. Degende Peygamber Aleyhisselam yok. Bulanınki nesledin, çokum Allah'a şerik keltirmey, tenha Allah ibadet kılıdığın, müşinde evlatlarından çıkışını ümit kılmaya degen Peygamber Aleyhisselam. Bu Peygamber Aleyhisselam'dan kan kusaklığı, afucallığı, köçürümcallığı nurgun ayet hadislerle ifadelengen. Hadis kitaplarında, Kur'an'da. Elbette biz müminler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu güzel ahlakını örnek edişimiz lazım, bunun amel kılışımız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala takvadarlığa tayalangan kanlık asman zemindeki bu cennetke Allah'ın mağfiretini aldıranlar deyip bu cennet qanday adamlarga tayalangan desa, bular aşında yo'qsizlikda olsun, qattiqchilikda olsun, baylik altida olsun, Allah yo'lida nafaq qiladigan, xarajat qiladiganlarga tayalangan cennet taqvodarlar shunday adamlar deb, yana biri intiqom olishga qodir turuqliq bir-birini kechirim qilib yutadigan, xalqlarni afv qilib yutadigan odamlar degan. Deb Allah Teala shunda yaxshi kishilar yaxshilik qilishni, afv qilish orqali kishilarni yaxshilik qilganlarni Allah Teala yoqtirdi degan. Biz Allohninki afv qilishini, kechirim qilishini umid qilamiz-yu, biz atrofimizdagi odamlarni kechirim qilmaymiz, afv qilmaymiz. Bu haqiqatan bir mantiqsizlik bo'ladi. Biz Rabbimizning bizni kechirim qilishini, afv qilishini umid qiladi ekanmiz. Cho'qim biz atrofimizdagi qarindoshlarimizninki xatoliklar bo'lsin, buni afv qilishimiz, kechirim qilishimiz lozim. Bir dada bo'g'ichi uydagi xonimlarninki bu balchaqil farzandlarning xatolikları bo'lsa buni afv qilib turishi lozim. Bir shirkat, tashkilot, jamiyatlarmi o'zininki atrofidagi cho'ng rahbarlar o'zining qo'l ostidagi odamlarninki xatoliklarni afv qilib kechirim qilib turishi lozim. Bir hadisda sahih hadisda kelgan, ya Rasululloh bu afv qilish, kechirim qilishning cheki bormi? Necha qatim bir kunda bir xatolik o'tkazsam kechirim qilsam bo'ladi degan Peygamber Aleyhisselam. 70 qatim sana xatolik o'tkazgan taqdirda ham kechirim qilsa degan Peygamber Aleyhisselam. Şuna biz şu kechirim qilish, afv qilish degan bu güzel xislatni o'zimizda yetildirishimiz lozim. Mana bu oddiy bir gap bo'lgan bilan bizdagi iymonning qanchalik ekanligini o'lchaydigan, bizning odamgarchiligimizni o'lchaydigan bir o'lcham. Qanday odamninki o'sha afv qilish, kechirim qilish nimasi yuqori bo'ladi ekan, uning dini kuchli bo'lgan bo'ladi, uning odamgarchiligi bizdan yuqori bo'lgan bo'ladi. Bizni bu Kur'an-ı Kerim asasen tushgan maqsad insonlarni bir odamgarchilikda yetildirish, bunun ademilikni tarbiyalab, ademilikni yetildirish tushgan kitob. Bu Kur'an hadisdan ortiq bir insonni güzel axloq bilan yetildiradigan, odam qilib tarbiyalab chiqilgan bir kitob yo'q. Shunga biz Kur'an-ı Kerimninki oyatlariga, Peygamber Aleyhisselamning sunnatlariga amal qilgan vaqtimizda eng oliyjanob güzel bir inson bo'la olamiz. Mana bugungi darsimizda en güzel aliyjanob inson bo'lish uchun biz nima qilishimiz to'g'ri keladi? O'zimizningki atrofimizdagi farzandlarimizni tatib, qarindoshlarimiz bo'lsin, balchaqalarimiz bo'lsin ve yaqin do'stlarimiz, xizmatdoshlarimiz
bularni afu qila oladigan, ko'chirim qila oladigan mushunda bir mu'minlardan bo'lishimiz bekmiz jurur. Yana Alloh taolo Qur'oni Karimda mushu silidin bo'lgan boy kishilar kambag'allarga bir narsa bermaslik qasam qilib o'tmasin deb bo'lib lazım ularni afv qilsin, ko'chirim qilsin, sizlar Allohning sizlarni mag'firat qilishini, ko'chirim qilishini yoqtirmamsizlar degan bir oyat karim tushgan. Bu oyat karimning tushlik sababimi bir qancha qo'l ilik bor kishilar xayr ihson qilib kelgan, shu xayr ihson olgan taraf bir xatolik o'tkazib qolganlikdanla men sen hayotim bundan keyin xayr ihson qilmayman deb qasam qilib solgan, oqsin bu hay tushgan. Men sen ikkinchi yaxshilik qilmayman deb. Hozir ba'zi qarindoshlarimiz aslında salamlaşmadığı yeri genelde. Ben bu şunda yaşlılık tutsam bu bir hatalık ötkazdı dedi. Bu hakikaten bu köçürüm kılmaslık bir insanın ki rezillikinin ki ademiz gerçeğinin yokluğunun ki bir nemesi. İsli adamda devamlık etraftaki kişilerin köçürüm kılıp epu kılıp yaşayalaydı. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mümin muttakilerin sıfatını bayan kılıp gelip ola aslında günah-ı kebirlerden jirak bulundu. Ol açık kep ketken vaxtida açığını basalaydiganlar degan. Açığını besishning o'zi bu bir taqvodarliklarning yaxshilikning sifati. Mana bunda açığını yutganlarga Allohning huzuridagi savob taxim yaxshi, taxim baqi deb Alloh taolo açığını yutish haqida rag'batlantirgan. Yana bir oyat karimda Alloh taolo ey mu'min bo'lganlar, sizlarning ayollaringlardan, bolalaringlardan sizlarga dushman bo'lganlarmi bor? Ulardan ehtiyot qilinglar. Agar ularni afu qilinglar, ko'chirsanglar, mag'firat qilib bir-birini qilsang, Alloh taolo tahammusning gunohini mag'firat qiladi degan bir oyat karim tushgan. Bu oyat karim yana oiladagi kishilarni, farzandlarimizni afu qilishga Alloh taolo buyuruydi. Endi bu afu qilish haqida kelgan nurg'ulg'an hadislar ham bor. Buni hammalar bu yerda anglashninki o'rnimi yo'q. El-Muhim Peygamber aleyhissalatü vesselam o'ziniki shaxsiyat uchun intiqom olmaydi. Rasululloh shunda yo'lsizlik qilgan bir odam bo'lsa-mu, uni afu qilib o'tadi, ko'chirim qilib o'tadi. İlla dinning hurmati dafsanda qilingan bo'lsa, buni Rasululloh ko'chirmaydi. Yani bir hadis Peygamber aleyhissalatü vesselam ayda bir-biringizga hasadlashmanglar, bir-biringizga dushmanlashmanglar, qarindosh bo'lib yashanglar, bir-biringni yaxshi ko'rib yashanglar degan Rasulullohning tavsiyalari bor. Yana şu Enes ibn Malik radhiyallohu anhu'dan Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bir hadisi rivayet kılındı. Kim o'zining achchig'ini yutalsa Allah Teala o kishinin o'zining azobini qaytarib oladi dedi. Achchig'ini qaytarib olgan odamdan Allah oxiratda azobini qaytaradi dedi. Tilini saqlagan odamdan Allah Teala uni avratlarini ayib nuqsonlardan ayiblarini xalq oldida ichilib qolishdan Allah saqlaydi dedi. Allah uzr qo'ygan odamning Allah uzrsini qabul qiladi degan. Yani bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam şu elim setimde qarzini berganda qarzini ado qilgan vaqtida kan qo'saq bo'lgan odamlarga Allah rahmat qilsin deb duo qilgan. Shu hozir muomillarimizda, ilm setim ishlarimizda bir-birimizdan qat'iy ko'chirmaydigan, afa qilmaydigan 1-2 ming lira bilan da'voga tushayotgan 30-40 yillik qarindoshlikni kechirayotgan ahvollar atrofimizda mavjud. Vaholanki bular o'zini nihoyat yaxshi musulmon deb hisoblaydi. Bizning yaxshi musulmon taqvodorlardan bo'lishimiz uchun cho'qim biz o'zimizning atrofidagi qarindoshlarimizni afv qila oladigan, ko'chirim qila oladigan o'yinlar bo'lishimiz kerak. Bu mardlik Alloh yaxshi ko'radigan bir illat. Nomardlik Alloh la'nat qiladigan, Allohning payg'ambarlari seskinadigan, butun malaiklar seskinadigan bir illat. Janob Alloh hammamizni shunda afv qilib qarindoshlarimizni kan qo'saqlik bilan, mardlik bilan yashaydigan salih mu'min musulmonlardan qilsin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.